Tayyormisiz? Qarang, endi uychani yasayapti. Endi uychani ko'rsatib beradi. Bu nihoyatda foydali o'yin, tangram xitoycha o'yin bu. Bolalarning aqlini rivojlantirish uchun juda yaxshi foyda beradi. Ko'ryapsizmi? Jo'natamiz, surpaysiz. O'xshadi, zo'r. Endi keyingi o'yinga o'tamiz. Ketdik. Mana bu raketani tayyorlash. Kim birinchilik bilan? Ketdik. Boshlaylik. Buni xatolar qilganman. Yo'q, desa ham foyda bo'lgan. Sababi nima desa, bolalarning kreativ qilish uchun juda yaxshi samara beradi. Ketdik. Yana, mana ikki bo'ldi. Maşallah, hozir yo'laman demak. Nima qoldi mana birinchi? Dede. Bo'ldi, boshlaylik. Endi mana bu samara kesamiz. Ketdikmi? Bosh. Yaxshi. Hop, bir tutup qanotdan. Qanotdan kesamiz. Kimsini? Bo'ldimi? Hop, shuni qo'yamiz, to'g'ri. Kimga shuni qo'yamiz. Nima? Ikki to'rtchaga qo'yamiz. Shunday. To'g'ri qo'yaman. Endi buni do'qsini tayyorlash kerak. To'rtcha qo'yib tezroq, qo'yamiz. Mana bu o'yinlarni bemalol konstovar do'konlardan sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar bizga Telegram kanalimizga yozadigan bo'lsangiz, mana bunday qanday shaklda tashlab beramiz. O'zimiz qog'ozdan chop etib turib chiqarishingiz mumkin. Ya'ni turli xil shakllarni bu yerda biz rasmlarni joylab qo'yganmiz. Bularni bemalol bizning lishkamizga yozib ham olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana shu tangram o'yinini olib farzandlaringizdan o'ynashni, o'quvchilaringizga qo'llashni maslahat beramiz.